O'rtoq, yoqdimi? Bo'ldi. Shunisini olamiz. 52 ming qimmat emasmi? Bir umrli orzu uchun 52 ming. Nima degan gap? To'g'ri aytasan o'rtoq. Senam mashina menga yoqdi. Bo'lmasa hujjatlarni rasmiylashtirib beravering. Mana bu meni pasportim. Pasportingizni berasizmi? Bolalikdan birga o'ynagan akam o'yinchoqlarga siylagan. Ha ukam, tinchlikmi nasriniyu? Hozir o'rtog'im kelib, hamma bolalarda faqat 4 kishi to'yini berdi. Qolganlarning sharoiti yo'q ekan deb keldi. O'shanga qolgan narsalarni qana hal qilaman deb o'tirdim aka. To'yiniga ishonib, mana spiskali narsalarni hal qilmoqchi edim. To'yiniga ishonib, hech zamonda odam to'y boshlaydimi? Qani, spiskani berib turchi. Kamerachiga $300, karnet surnayiga $200. Shu spiskani narsaligi hech pul yetmayapti. $1000 pul kerak aka. To'yingacha hali yana bir hafta bor. Ungacha yana bir yechim qilamiz. Hop. Olmadim xabar. Ha aka, tinchlikmi? Mashinangiz qani? Mana pulni ol. To'yini kam ko'chiga ishlatarsan. To'yini chiroyli qilib xudo xolis o'tkazib olamiz. Aka, meni to'yimni o'tkazaman deb mashinangizni sotdingizmi? Bitta mashina ekan-ku ukam. To'ylarni eson-omon chiroyli o'tkazib olsa, keyin ishlaring zo'r bo'lib ketsa, o'zing bitta zo'r mashina olib berarsan ukam. Hoy, pasportingizni berasizmi? Shoshmang hozir. O'rtoq, yurib ketibdi ish bor. Tajanglik qildim ko'p O'rtoq, tinchlikmi? Yur ketdi ish bor. Yur oqa. qildim dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar. O'rtoq hozir taranib chiqadi. Bo'lganingda olmadim. Kela qoling. Men mashinani ko'ring aka. Tinchlikmi? Kimning mashinalari bu ukam? Aka, qo'lim biriksin pul ko'rib, o'tgan kunlarimni unutib qo'yinman. Men unaqa debsan. Tinchlikmi? Tinchlik aka. Mana bugun kelamizga mashina oldim. Oldingi Malibu sizga, orqadagi Gentraman'ga. Kerak bo'lsa shu yerda ham aka-ukachiligimizni bilib tursin aka. Ukam, rahmat-ku. Lekin zo'r inomarka olib haydayman degan orzuyingchi? Siz meni orqamda tog'dek bo'lib tursiz hali. Xudo xohlasa, kerak bo'lsa samolyot ham olib minaman. Akajon, mashina maro bo'lsa, kerak. Bag'rimga bosib qo'ying. Akam. O'rtoqlar, mana shu videoni xuddi shunaqa oqibatli aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Jigarim, seni yaxshi ko'raman. Boringga shukr.